Yangi Toshkent loyihasida O'zbekistondagi eng katta stadion qurilishi boshlandi. Bu stadionimiz old ko'rinishi hisoblanadi. U o'ziga 55 mingta tomoshabinni sig'dira oladi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu hozirgi Bunyodkor milliy stadionimizdan 21 mingtaga ko'p degani. Ushbu yangi stadionimiz arxitekturasi bir qarashda esda qolarli qilib qilingan. Ya'ni mana bu tashqi fasaddagi elementlar milliy uslubimizdagi arka ravoqlarimizdan faqat biroz zamonaviy ko'rinishda urg'u berilgan. Loyihasi mukammal ishlab chiqilishi kerak edi. FIFA talabiga ko'ra ikkita tomondan asosiy kirishlar bo'ladi. Bino dumaloq shaklda joylashadi va atrofida avtoturargohlar bo'ladi. Futboldan tashqari kunlari gala konsertlar ham uyushtirsa bo'ladi bu joylarda. Yil ichida rekord darajada qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli bo'ladi. Nega atrofida suv qilingan bilasizlarmi? Bir tomondan iqlimni mo'tadil qilib bersa, ikkinchi tomondan arxitekturamizni yanada chiroyli qilib beradi. Ya'ni aksini ko'ryapsizlar mana. Xudoga ko'ra, o'yinchilarning xavfsizligi uchun avtobuslarda kelishganda estakadan ostidan to'g'ridan-to'g'ri stadionning ichiga kirib borishadi ular. O'yin tugagandan so'ng avtobuslarga o'tirib ortga qaytishadi. Qurilish maydoni xohlasa 2 yilda mana shu joyda bizni ajoyib O'zbekistondagi eng katta stadionimiz barpo bo'ladi. Bu xalqimiz va prezidentimiz tomonidan bizni futbolchilarimizga sovg'a desak ham bo'ladi. Bu videoni tezda tanishlaringizga yuborib tabriklab qo'ying ularni ham. Xudo xohlasa 2 yildan keyin mana shu yerda FIFA chempionatida ko'rishguncha xayr. Mana stadionning uzoqdan ko'rinishi